Chunki bizni sharoitda bo'lmaydi bo'ylaridan. Mevalari u darajada mayda emas, yirik. Keyin chopib yuboraman. Sizlarga aytardimki, bunday xatoni takrorlamasliklaringni. Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar va kuzatuvchilar. Bugun 4-may 2025-yil. Bu ko'rib turganlaringiz 1 yillik pista ko'chati 30-aprel kuni o'tkazganman. Bu bo'lsa 8 yillik pista daraxtimiz. Sizlarga aytardimki, bunday xatoni takrorlamasliklaringni. Birinchidan bu tupimiz orqadagi tuplarimizda orasidagi masofa 3 metr shaxmat shaklida ekkanman. Bu juda ham yaqin. Keyin ikkinchi xatoyim, bunga shu 8 yildan beri biror marta shakl bermaganman. Shu sabab hammasi har tomonga o'sib yotibdi. Uning ustiga pozitsiyasini ham to'g'ri tanlamagan. Mana yuqorida ko'rib turibsizlar. O'rik daraxtim bor. O'rik daraxtimda tagida ham mevalar bor. Ana shu mevalar o'rik daraxtidan qochgan. Salqindan quyoshga qochgan, egilib qolgan. Orasi 3 metr. Endi bu yil o'tkazgan daraxtlarim yana ham joyim kamligi uchun 4 metr qilganman. Minimum 4 metr bo'lishi kerak. Mana ko'rib turganlaringdek kichkina ko'chatimiz 1 yillik. Bu bilan ana shu ko'chatimiz bilan mana bu yerdagi ko'chatimiz bor. Shu to'g'riroqda uni ham ko'rsataman. Bularning orasidagi masofa uncha ko'rinmayapti. 4 metr. 4 metrdan kam qilmanglar mana. Bunisini ham ko'rishlaring mumkin. Va bunisini ham. Orasidagi masofa roppa-rosa 4 metr. Mana undan u yog'i mana bu yerda ham ko'chatimiz bor. Keyin nariroqda ham ko'chatimiz bor. Oralarida 4 metr shaxmat shaklida ekkanman. Alohida e'tibor berasizlar. Mana narigi tomonlarda ham bor. Har 4 metrda ekilgan, o'tkazilgan, ya'ni shuncha yerimga o'rtacha 4 sotixcha yerimga 35 dona ko'chat ketdi. 1 yillik pista ko'chatlari. Mana ko'rishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Sahifamizga obuna bo'ling, like bosing, do'stlaringizga tarqatib qo'ying.